Do'konga kirganingizda bu mahsulotni pisanda qilmay o'tib ketgan bo'lsangiz, oddiy sirlardan bebahra ekansiz. Oddiy beka bilan bunday oddiy sirlarni ko'pini bilib olishingiz mumkin. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Yasmiq, ya'ni chechevitsaning sariq, yashil va turli xil navlari mavjud. Bu kichkinagina mahsulot juda ham foydali, oqsilga boy hisoblanadi. Diyetadagilar uchun, ozmoqchi bo'lganlar uchun esa ayni muddao. Hattoki yurak xastaliklarida ham juda foydali bo'lib, qondagi qand miqdorini me'yorda ushlab turishga yordam beradi. Gemoglobinni ko'tarishga eng zo'r mahsulotlardan biri hisoblanadi. Go'sht yemaydigan, go'sht yedirishga qiynaladigan bolajonlaringiz uchun esa juda ham foydali. Kichik yoshdagi bolajonlar go'sht yeyishga qiynalgani sababli bunday mahsulotlar, ayniqsa chechevitsa bilan qondagi gemoglobinni, ferritin miqdorini bemalol turli xil sabzavotlarni qo'shib, sho'rvalar, quyuq ovqatlar tayyorlab berib, bemalol ko'tarib olishingiz mumkin. Bunday oddiy va foydali mahsulotlar haqida ma'lumotlar faqat Oddiy Beka kanalida bo'ladi. Obuna bo'lib, yaqinlaringizga ulashishni unutmang.